Yurtimizda yo'l infratuzilmasini asrash va harakat xavfsizligini ta'minlash borasidagi nazorat tadbirlari kuchaytirilmoqda. Xususan, Vazirlar Mahkamasining sohaga oid tegishli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent shahrida maxsus reyd tadbirlari o'tkazilyapti. Avtomobil yo'llarining texnik holati tahlili va harakat xavfsizligi markazi hamda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilayotgan bu galgi tadbirlarda asosiy e'tibor yuk avtomobillarining vazn va hajm me'yorlariga qaratilgan. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Ayni damda biz Yangi hayot blokpostida turibmiz. Bu yerda avtomobil yo'llari texnik holati tahlili va harakat xavfsizligi markazi, yo'l harakati xavfsizligi xizmati, yuk tashuvchi transport vositalarini vazn va hajm o'lchamlarini tekshirish bo'yicha navbatdagi reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Bugungi kunda yuk tashuvchi transport vositalari tomonidan belgilangan vazn va hajm me'yoriga amal qilish avtomobil yo'llarini asrash hamda harakat xavfsizligini ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Reyd jarayonida yuk avtomashinalarining vazn va hajm parametrlari ko'chma tarozilar orqali tekshirilmoqda. Bu kabi nazorat tadbirlarining asosiy maqsadi avtomobil yo'llarini saqlab qolish hamda avtohalokatlarning oldini olishdan iborat. Nima uchun belgilangan vazndan ko'p ortiqcha vazn ortgansiz? Nakladnoyingizda 20 kub beriladi. Nima uchun? Eshituvdim, televideniyadan ko'ruvdim, ortiqcha vazn yuklash kerak emasligini. Endi men hozir tadbirga tushdim. Boshqa qaytarilmaydi bu holat. Ortiqcha vazndan ortmaslikni so'rab qolaman. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, me'yordan ortiq yuk ortish holatlari yo'llarda jiddiy zarar yetkazish bilan birga harakat xavfsizligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bu kabi reyd tadbirlari doimiy ravishda davom ettiriladi. Zero yo'lni asrash balki insonlar hayoti va xavfsizligini asrash demakdir. 127 tonna chiqyapti. Sizga mo'ljallangan yuk Vazirlar Mahkamasining 342-sonli qarori bo'yicha 6 tonna 4 tonna belgilangan. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, vaqtincha mashinaga jarima jo'natib turamiz. Xulosa o'rnida aytib o'tish joizki, yo'llarni asrash shunchaki infratuzilmani saqlash emas, balki insonlar hayoti va xavfsizligini ta'minlashdir. Qoidalarga amal qilsak, yo'limiz ravon, manzilimiz esa yaqin bo'ladi. G'iyosiddin Sharafuddinov, Muhriddin Musulmonov, Jarayon informatsion dasturi uchun maxsus.